Boya aytdingiz, kelib hamma joyda bitta joyda bitadi ishlari deb. O'zi shuning uchun ham qilingan, ya'ni Domstroy do'konlarimiz bor, 30 ming xildan ortiq mahsulotlar sotilinadi. Endi ko'pchilik ayoli, ballar bilan borishi qandaydir odam ko'p. Bemalol rang tanlanmaydi. Juda ham ko'p odam. Shuning uchun mana shunaqa maxsus showroomlar qilindiki, bemalol oilaviy ballar bilan kelib, shovqin bas, asosiysi tinchlikda uylarga olinadigan ranglarni bemalol tanlab xarid qilib ketishlari mumkin. Oxirgi savollarimdan biri shundayki, Domstroy Design Studio haqida sizning fikringiz qanaqa aka? Ishlarini ko'rdim, juda ham chiroyli, ranglari ham nejniy ekan, chiroyli. Menimcha shu o'zingizlarning auditoriyalar, klientlarga moslashtirib, nima deydi, dizayn qilasizlar. Individual narsa-yu, bu rangda, vkusda talashib bo'lmaydi. Har xil klient keladi, har xil xarakterda, har xil xohishlarda. Glavniysi klientlar rozi bo'lib, довольный bo'lib ketayotgan bo'lsa, eng shunisi shu deb o'ylayman. Klient rozi qilib qo'yib yuborish deb o'ylayman. To'g'ri gapingiz. Chiroyli, yaxshi zo'r ko'rib turibmiz, televizorda ham yaxshi, xudo xolisa.